Assalomu alaykum hurmatli anglag'uchilar, xayrli kunlar. Yozuvchi Yasinjon Sodiqcho'g'larning Bahodirnoma nomli romanining 6-qismini hozir o'qishni boshlayman. Qinamsa diqqatinglar undidorida bo'lsin. Babur Andijonni qaytadan ilkiga elibmi ancha xushal bo'lamadi. Gerçi inisi Cihangir Mirza onunğa orqasidan haftada bir degidek ma'lumot yo'llab, pat-pat so'g'u salamlarni avatib, sadoqatini bildirib turishmi, uning bu ishlari Boburga soxtalik qilayotgandek tuyg'u beradi. Navoda Uzun Hasan bilan Ahmad Tanbal orozlashib, dushmanlashmagan, shu sababdan lashkariy kuchi bo'linib ketmagan bo'lsa, inim osonlikcha sulhi talab qilib, yorishib olish taklifini qo'yib, Andijonni menga bermaydi deb o'ylaydi Bobur. Az kam 2 yilga yaqin inisi bilan Farg'ona saltanatini talishib qilgan janglari, o'sha jarayonda tatgan ko'ngil og'riqlari, toji taxtdan ayrilib qozoqlikda yashash jarayonida tatgan jabborlari uning inisiga bo'lgan mehrini suslashtirib, gumonxo'r qilib qo'ygan edi. Babur Andijonni olgandan keyin Uzun Hasanni tutgan bo'lsa-mu, Amir sarkarlarining o'ldirish talbiga qo'shilmay, uni Farg'ona tavasidan chiqib ketishga buyurgan edi. Qalasining omon qolganiga xush bo'lgan Uzun Hasan xotin bolalarini elib Udul Hisarga ketgan edi. Ammo texchi qo'lga tushmay qochib yurgan Ahmad Tanbal bo'lsa, uya-buyada mo'kinib, atrofiga lashkar to'plab, qozoqlik degan xon podshohlarning toji taxtdan ayrilib, qochoqlik sargardonlikda yashagan vaqtini ko'z tutdi, deb izohatda. Cihangir Mirzani quturtib yuratdi. Bu ishlardan Boburning to'liq xabari bor edi. Babur Xo'jandga yana qaytib kelgandan keyin mo'milari Eson Davlatxonim bilan Shohbegimning hamda onasining zo'rlishi bilan marhum Tog'si Sulton Ahmad Mirzaning 3-qizi Oysha Sulton Begim bilan to'y qilgan edi. Dadasi bilan Tog'si Babur amdil 5 yoshga kirgan vaqtida bu to'y ishini so'zlashib, ularning beshini bog'lab, choy ishkizib qo'yganlik uchun garchi Boburning ro'yi bo'lmasa-mu, bu to'yga rozilik bergan edi. Shu sababdan mo yoki amdili 14 yoshga kirgan Oysha Sulton Begimning ziyoda tortinchoqligi sababidan mo aytavur Boburning uningga toza ko'ngli tushmadi. U kunlarni ko'pincha kutubxonada kitob ko'rish, yozayotgan Voqoyi nomli kundalik xotirasining lashkariy yurishlarda cho'lis tegmay, chala qolgan yerlarni yozish bilan yolg'iz o'tkazadi. Buningdan bo'shagan vaqtlarda qilishvozlik, komandozlik mahoratini mashq qiladi. Her qancha qilibmi Samarqandni unutmaydi. Samarqandda tug'ilib o'sgan Oysha Sulton Begimning ikki gapning birida Samarqandni og'zidan tushirmasligimi uning Samarqandga bo'lgan havasini kuchaytirayotgan edi. Otam rasmining Farg'onani bugungi kunga kelganda inim bilan ikkiga bo'lib o'tirdik. Buningdan jannat makon otamning ruhi qanchalik qo'rinib ketganda o'z vaqtida Jahongir Mirzaning Andijon taxtida o'tirishiga yo'l qo'yib, o'zim Samarqandda turavergan bo'lsam bo'pti ekan. Shu qiyinchiliklarni o'tib ketar bo'g'iydi. Keyingi kunlarda toj taxtdan ayrilib qozoqlikda yashaganimda peshimga uningdan battar mushkulotlar keldi. Shuningga bardostlik berdimga ana. Navoda Samarqandni qaytadan ilkimga ola olsam, Andijonni Jahongir Mirzaga cho'qim berib ediman. Nimalar degan bilan o'ma otamning pushti. Yurak barisi. Uningmi Farg'ona saltanatida haqqi bor. deb o'ylaydi Bobur Samarqand haqidagi tegi yo'q xiyollarga asir bo'lib. Shu kunlarda u buyuk shoir Mavlona Abaydulloh Lutfiyning Gul va Navruz dastoniga maftun bo'lib qolgan edi. Samarqandga vaqtida Mirza Ulug'bek madrasasining kutubxonasidagi to'pchang besib ketgan kitoblar orasidan lozimli kitoblarni tanlaganda bu kitobni tanlab olgan edi. Biroq saltanat vasvasida oyog'i chiqmas jangichilar bilan bo'lib ketib, texi o'qishga ulgurmagan edi. Andijonni qayta ilkiga olgandan keyin voqeaning davomini yozishga tutung'ach, ancha-muncha kitob ko'rishga vaqt chiqadi. U Lutfiyning zo'r hajmlik bu dastonini bir necha qitim o'qib chiqqan bo'lsa-mu, yana orlab o'ziga yoqqan misralarni ishtiyoq bilan o'qib qo'yatdi.
Nəvri sonrası Ayşə Sultan Begimgə momaları və anasının zorlaşı bilan öyləngan bolğaçqa qalbida onun nisbətən muhabbət uyg'onmaganligi uchunmi aytavr dostondagi Şahzoda Nevruzning tushida ko'rgan oshiqi gulgi bo'lgan cheksiz muhabbati oshiqini izlab Farxor mamlakatiga berish yo'lida topgan jabr jafolari nurg'un mushaqqatlarni yengib oshiqi gul bilan uchrashganligi ikki yoshning bir-biriga bo'lgan cho'nqur sevgisi Gülning chin qaqoniga yotliq bo'lishdan kechib Nevruz bilan qochqanligi va qochqin hayotidagi mushkulotlar Gülning Nevruzga bo'lgan chin muhabbati tasvirlangan misralar uni ham hayajonga ham cho'nqur o'yga solatdi. Dostondagi oshiq yigit Nevruzning tilidan berilgan sabotek puchaman farroshdurman na yerga borsa gul yo'ldoshidirman Tiləsun, gər tiləməsun meni gül. Quludurmən, bolğunca tuprağım kül. Mən ölümən kim ayağının izimən. Əgər ölməsəm, boşuğana tözümən. Degen misralar bilan məşqi gülning tilidan berilgan. Əgər sən qılmaz ersən məndən özgə. Mening bari kimim bar səndən özgə. Yüz əvursan dağımən, yüz çuğurmən. G'amingdan boshqa billoh kim dam ururman. Sening birla tomu xud barindur, behishtim sensizin tahtusharindur. Yashmisi, xuddi shamolga o'xshash bu gulzorning xizmatkoriman. Gul qayerga borsa, men uning yo'ldoshiman. Gul meni xolisun xolimisun, toki tuproqim kul bo'lguncha uning quliman. Ölsəmla onun ayağının izimen, əgər ölməsəm, bu soğuzның topisimen. İkinci geçme. Əgər sən məndən başqını deysən, benim mi səndən başqa heç kimim yox. Sən yüz öyrəsən mi, mən yüz öyrəməyəm. Qəsəm ki, hər bir nəfsim ğiminsiz ötməydi. Sən bolsanla dozaq mı mənə cənnətdir, sənsiz behiş mi dozaqның təkdidir. Degan misralarni o'qib ajoyib shirin xayollarga asir bo'ladi. O'zini Shahzoda Nevruzga, xotini Oysha Sulton Begimni Malika Gulga o'xshatqisi keladi-yu, shu hamon xotini bilan o'ttirisida dostonda tasvirlangandek cho'nqur muhabbatning yo'qligini esiga olib, lassid bo'lib qoladi. Oysha Sulton Begimni xuddi Nevruz Gulni so'ygandek so'ygisi keladi. Ammo Oysha Sulton Begim bilan uchrashganda bu o'tdek tuyg'ulardan asar mı qalmaydi. Yigit degan oshiqlikning dardini tortishi, bir qizning o'tida kuyib, suyida eqib, visoliga yetish uchun kech-kunduz faryod chekish kerak axir. Oysha Sulton Begim oldirab o'linib xato qildimmi? Kunlarning birida butkul vujudimni o'ziga asir qiladigan gul kabi mashq nisib bo'larmi? Tova. Mushkamgacha ajab biror qizga oshiq bo'lmabdiman desa. To'g'ri. Kunlarim taxt saltanat qiyma bilan o'tgan tursa, bundaq ishq savdosi nada turib nisib bo'ladi menga. Hech bo'lmasa Oysha Begimni oshundoq suyishga, muhabbat qo'shib tirishib ko'ray. Babur ana oshundoq ziddiyatli xayollar ilkida o'ziga tasalli bergach, dostonning boshqa misralariga nazarini oqtiratdi. Adaletsiz zamanға bo'lgan norozilik, zulm va tengsizlik ustidan qilingan shikoyat tasvirlangan misralarni qoyillik bilan yenish-yenishlab o'qiydi, mulohiza qiladi. Sen ondaq mesnat ustida qadah nush, men ush mundaq asru zoru madhush, sen ondaq nozu ishrat birla angiz, men ush mundaq sirishkim birla xunriz. Sen ondaq taxtu bəxt padişahi, mən fəryad u ahu sübhigahi. Geçmisi, sen taxt üstüdə şarab içsən, mən bolsam xaruzar hoşsuz əsirmən. Sen naz işrət bilən məşğulsən, mən köz yaşlarım bilən qan aqqızımən. Sen taxt bəxt egisi padişahsən, mən səhərdə ahu fəryad çəkkiçimən. Ustoz Mevlana Əbeydullah Lutfi Hazretleri Nevruz tilidan berilgan bu misralarda xon podshohlarga kinoya qilish orqali hukmdorlarni aysh ishratda yashaydigan
avam rəiyyət gözdən yaş ornida qan aqqızıb, qayğı əsrətli gün ötküzdüğün adaletsizlikini tolum vayığı yetkizib baş qıptı. Toğra, mənmi bir padişah qı. Qançılık ədli adalet bilen yurtbatçılık qılaladım. Samarqandni eliş üçün 7 ay qamal qılğınımda, biçarı Samarqand ahalisi günlerini açarçılıqda ötküzmedim. Şəhərə kirginimdə bunu öz gözüm bilen gördüm. Şundaqdımı sərkət leşkerlerimni aşı biçare bir qovul rəiyyətini bulan-talan qilishdan önümlük tosuyamadım. Muşularni xiyal qilgan Babur xijolatdan tərləb ketdi. Azablıq tuyg'ular ilkida ostiga qizil siyoh bilan sizib qo'ygan tövəndəki misralarga nazar tashladı. Bu davlatdan hasad tetib zamona, yana angiz qildi ming bahona, falakni mundan o'zga na ishi bor. Ki bir nush o'rnida 100 ming nishi bor. Yetmisi zamona bu rohatdan hasad qilar, yana ming bahonalar qo'zg'atar. Falakning rohat sharobidan o'tlatib qo'yib, 100 ming nastar urushidan boshqa nima ishi bor? Baburning azobli xiyollarini tarafballa kirib kelgan Qosimbek qavchin buzib etdi. Podsho oliylarga ma'lum bo'lg'ay, dedi u qo'l bog'lab turib. Muhammad Mazid Tarxon Samarqanddan elchi etibdi. Ko'rishmayman, muddasini sizlardan olay, dedi Babur kayfsizlik bilan. Baburning kayfiyatining toza yaxshi emasligini his qilgan Qosimbek qavchin bir necha daqiqa orsalda bo'lib turgandan keyin yana ehtiyot bilan eg'iz ochdi. Tarxonning elchisi Mirza Abdulvahab Mo'g'ul ekan. Bu ismni anglab Babur birdilla diqqatini yig'di. Mirza Abdulvahab Mo'g'ul, haliqi bizning shundoq oliylari, Andijon hukumatida jazo divonining yondashbegi bo'lgan ishkibek. Boshlab kirsizlar, dedi Babur darhol ijozat berib. Mirza Abdulvahab Mo'g'ul Baburning sadoqatmand begalaridan edi. Inisi Jahongir Mirza Uznasan Ahmad Tanballar bilan birga Andijonni muhosira qilgan chaqda marhum Mavlona Xo'ja Abdulla Qozi bilan birlikda Andijonni qo'g'dashda fidokorlik ko'rsatgan edi. Andijon qo'ldan ketgandan keyin Boburning oldiga berishdan xijil bo'lib, untinsiz g'oyib bo'lib ketgan edi. Uning Andijonni qo'g'dash jangida ko'rsatgan sadoqatini mo'milari Ison Davlat Xonim bilan Shohbegim Boburga bir necha qitim so'zlab bergan edi. Assalomu alaykum. Adolat panah podshoh oliylarga ehtirom bo'lg'ay. Mirza Abdulvahab Mo'g'ul Boburning oldiga kelib, mo'kkida tizlandi. Va alaykum assalom, dedi Bobur salomni eli kelib. O'rinlardan tursizlar janoblari. Kelsizlar, yana kelib o'tirsizlar. Boburning hurmatini qilib yenidan joy ko'rsatganligidan qattiq hayajonlangan Mirza Abdulvahab Mo'g'ul ko'ziga liq yosh olgan holda o'rnidan turib qo'l bog'ladi. Aldılarda tolama xijilmen aliylar. Bo'ldi, xijolat bildirmisinlar, dedi Babur uni so'zligiga qo'ymay. O'sha chog'da Andijonni qo'g'dash uchun ko'rsatgan fidokorliklaridan to'liq xabar topganman. Tangrim didorlashga yana nasib qildi mana. O sadoqatlar uchun men sizga tashakkur etishim kerak. Yo'qsa, hargiz undaq demisizlar. Oliylarning bunchalik izzat ko'rsatishga loyiq emasman. Sol tapda xijolatda so'rim bo'lgan yuzimni qo'ydigan joy topolmayapman. Sol chog'da yaxshi it o'likini egizib ko'rsatmabdi degan tamsil esimga kelib, oliylarga yo'liqmay ketganimdan bakma o'kinaman. Ko'ngillarni tushunaman. U Mirza Abdulvahab Mo'g'ulni xijolatchilikdan qutuldirish uchun gapni boshqa tarafga yo'tkadi. Xo'sh, Muhammad Mazid Tarxon janoblari elchi bo'lib ketdi deb angladim. Shundoq oliylari, dedi Mirza Abdulvahab Mo'g'ul kelish muddasini esiga olib. Ma'lum bo'lg'ayki, Sulton Ali Mirza oliylari bilan Muhammad Mazid Tarxon janoblari o'rtasida ziddiyat paydo bo'ldi. Sababi Muhammad Mazid Tarxon janoblari o'g'illariga Samarqandning har qaysi oymoq tumanlarini idora qilishni buyurgan edi. Bundan Sulton Ali Mirza oliylari rozi bo'lmadi. Shuning bilan ularning o'rtasida ixtilof ko'rildi. Oxirida Sulton Ali Mirza oliylari Muhammad Mazid Tarxon janoblarining payiga tushib, uni Samarqanddan qo'g'lab chiqadi.
Hozir Muhammad Mazid Tarxan janoblari shaharning sirtidagi xon yurti yoyliqida panohlanyotidi. Kaminlarning dargohlariga avatishidagi muddasi shuki, podshoh oliylar bilan birlashib Samarqandni Sulton Ali Mirzadan tortib olish hamda Samarqand taxtini janobi podshoh oliylarga tavba qilish. Farg'ona Mo'likni inisi bilan bo'lishib idora qilganidan ichi pishib, Samarqandga lashkar tortish xiyolida bo'lib yurgan Boburga kutmaganda berilgan bu taklif yog'dek yoqdi. Mo'lik mamlakat, yurt, podshohlik, viloyat deb izohatdi. Sulton Ali Mirza bilan Muhammad Mazid Tarxon bu darajada ziddiyatlashgan bo'lsa, demak, Samarqandning tuzib kuch qolmabdi. Bu Samarqandni qaytadan qo'lga oladigan yaxshi fursat. Bobur yo'lt qilib Qosimbek Qovchinga qaradi. Taklifni qabul qilib Samarqandga lashkar tortmoq kerak oliylar, dedi Qosimbek Qovchin o'ylanib turmayla. Men shu o'yda, dedi Bobur. Oqsig'i chaparmay mangdirayli. Jahongir Mirza ilkidagi barliq lashkarlarni elib yo'lga chiqsin. Jahongir Mirza'ni billa elib olamdiq. Qosimbek Qovchinning toza qolmayotganligini his qilgan Bobur keskinlik bilan javob berdi. Shundoq, uni biz bilan billa berib, lashkari yurishning, yurt istilo qilishning jafosini ko'rib baqsin. Samarqand elinsa Andijon baribir uningga tava bo'ladi. Oztul ajr qilib ondan nafga erishsin deyman-a. Qosimbek Qovchin beshini aydi. Oliylarning muddasini tushundi. Mirmo'g'ulni darhol oqsig'i yo'lga selib, mening nomimda Jahongir Mirzaga bo'ljar belgilab basla. Vaqtni o'zlari bekitsinlar. O'rni Isfaraga qarashliq mahan qishliqi bo'lsin. Oshiyada to'planib, ondan Samarqandga otlanaylik. Farmon berdirman. Qosimbek Qovchin farmon yetkazish uchun chiqib ketdi. Bo'ljar qo'shinning to'planishi uchun belgilab berilgan o'rin va vaqt deb izohatdi. Muhammad Mazid Tarxon janoblariga taklifiga qo'shilganligimizni yetkazgaylar, dedi Bobur Mirza Abdulvahab Mo'g'ulga qarab. Haqjan yo'l yurib ketdilar. Chiqib takixonada biroz aram olib olslar. Kechda billa g'izolang'ash qamg'udek bir mung'dishib olaydi. Podshoh oliylarining iltifotiga tashakkur, dedi Mirza Abdulvahab Mo'g'ul das o'rnidan turib. Allah xolisa qamg'udek muloqotda bo'lgan vaqtlarda oldimizda. Kaminlar hozirli yenib Muhammad Mazid Tarxon janoblariga ma'lumot yetkazay. Mumkin bo'lsa podshoh oliylari tulporiga tezroq qamchi solg'ay. Balkim sir bo'lmos kerak. Xon tog'lari Sulton Mahmud xon oliylarining sarkardasi Shaybonixon yaqinda Buxoroni besib olgan edi. Hozir hadab Samarqandga tushishini bilayotdi. Tezroq bo'lmasa fursatni qo'ldan berib qo'yamiz. Sulton Ali Mirzaning har qanday yog'ida qabul turg'idek majoli yo'q. Undaq bo'lsa janoblarini tutib olmadim. Muloqotda bo'lishni nisiya qilsin, dedi Bobur. Yana ko'rishgich aman bo'g'ayla oliylar. Ajab bir mas'uliyatchan, sadoqatman kishida bu. Dargohimda mushundaq amir sarkarlar ko'proq bo'lgan bo'lsa, nima degan yaxshi bo'ladi. Bobur ishdan chiqib ketgan Mirza Abdulvahab Mo'g'ulning kaynidan qoyillik bilan qarab qoldi. 40 yoshlarga berib qolgan bo'lsa-mu, xeyli ma'lum bo'lib qolgan ko'z xaltalarini, ko'z quyruqi va javg'aylardagi qo'riqlarni qiniq upi angliklar bilan pardozlab, chochlaridagi oqlarni xini yiqib yo'shirib, juvonlik jozibasini saqlab qilishga tirishayotgan Xoni Zuhra begimning vujudidan 30 yoshlik juvonlarga xos latofat tepiladi. U Sulton Mahmud Mirza qazo qilgan 5-6 yildan beri to'liqda yashayotgan bo'lsa, kutinish va yasnishga alohida ahamiyat bergachkimi, yosh kenizaklar orasida ancha chinib qolmaydi. Shu topda uning hujrasidagi yo'g'on tiklimi tosh aynakning oldida o'shin jamoliga qarab o'ltirganiga bir osh pishim vaqt bo'lib qolgan edi. Qaytiyotliq bo'laman desam, o'g'lim Sulton Ali Mirza nimada? Ma'qul bo'larmi?
o'zi bir qancha og'ich to'qonlariga qanoat qilmay, harimini g'unchachalar bilan to'ldirib, kun bo'yi aysh ishrat ichida yurgan bilan mening to'lliqimni o'ylabmi qo'ymaydi. To'lqagan onasini ergibasi nima yomoni bor? Ben matihi uncha qiyirib, husn jamolimdan ketkinim yo'q-ku. Balkim meni hozirgi ahvoliga shukr qanoat qilmadi deb ayiblashi, qayta yotliq bo'lishimni qabul qilmasligim mumkin. Biroq mening bu nikohga rozilik berishim hargizmi to'liq azobga bardostlik beramaganimdan emas. Navoda u borliqni Samarqand saltanatiga beg'islagan. Yurtdorchilik tizginini qo'lida mahkam tutib, amir sipohlarga hukmini to'liq o'tkazib, askariy ishlarning uddasidan to'liq chiqargan. Saltanat g'amiga meni sherik qilmagan bo'lsa-di, balkim men bu taklifga javob berishda buncha qiynalib o'ltirmas bo'lg'aydim. Marhum xon otasi qazo qilgandan keyin Samarqand taxtida 3 kunmi tuzuk o'ltiramadi. Bo'pti. Buni uning kichikligidan, og'zi boy Sungur Mirzoning insofsizligidan deyli. Lekin ikkinchi qitim lashkar tortib kelganida bo'shanlik qilib, Samarqandni Bobur Mirzoga qarab turib beribdi. Navoda Bobur Mirzo inisi Jahongir Mirzoning Andijonni besib olishdan ansirab, shaharni tashlab Farg'onaga ketmagan bo'lsa, uning Samarqand taxtida qayta o'ltirish hargiz nasib bo'lmaydi. O'zidan necha yosh kichik o'sha navri inisdan Samarqand taxtini hargiz tortib ololmaydi. Shundoq turuqliq, na saltanat, na lashkariy ishlar bilan kori bo'lmay, aysh ishratga mabtun bo'ldi. Nomda u xon bo'g'ini bilan huquqni Muhammad Mazid Tarxon o'ncha egilib oldi. Herhalde oz to'la g'ururi, jigir bor ekan. Oxiri Muhammad Mazid Tarxonni qo'g'lab chiqarib, uning bo'yin turuqidan qutulgan bo'ldi. Aslida bir elga posibon bo'lgan odam shundoq jasoratli bo'lishi, kech kunduz saltanatning g'amini yeyishi, toji taxtni mustahkamlash uchun dushmanlardan ho'shyor bo'lishi kerak edi. Lekin u undoq qilolmadi. Muhammad Mazid Tarxonning Bobur bilan birlashib Samarqandga lashkar tortishga tayyorlanayotganligini bilib turib, o'sha bazmlardan mehrini uzolmadi. Mana endi o'zi va o'rdadagi baglari etkidagi to'pchanglarni ko'zlariga surtib tavob qilishib, ishon pirim deb ulug'lab yurgan Xo'ja Yahyo hazratlari saltanatga xoinlik qilish xayolida bo'lib, ul Bobur Mirzo bilan xat aloqa qilib etibdi. Xo'ja Yahyo ishon hazratlarining ko'ngliga ola tushgan bo'lsa, niyatidan yondirish mumkin emas. Balkim o'g'limning ul ishon hazratning ko'nglini og'ritib qo'ygan yerlari bor. Shundaqdimi pir degan murshidlarning g'amini yeyishi, karomati bilan bo'lishi kerak edi. Karomati bilan yurishi kerak edi oxir. Balkim mening yotliq bo'lish yo'li bilan o'g'limning xonlik saltanatini saqlab qolishim Tangrining irodasidir. Xoni Suhra begim xiyol surgach, sira ustidagi ambar purab turgan xatni qo'liga oldi. Uni al-yotqi mahalda aynak oldiga keltirganmi, qayta yotliq bo'lish haqida tatli xiyollar asir qilganmi, mushu xat edi. Shu topda uning vujudi qovul bir erning qo'ynida turgandek tatli hislarga cho'milgan edi. U shamning chechaklab ketgan uchini parlab qo'yib, xatga qayta nazar tashladi. Assalomu alaykum. Vafo ahli, katta fazilat egisi, zoti va nasabi pok, husn jamoli tangdoshsiz go'zal Zuhra begimga ko'ngil gulshanimdan behisob ishq muhabbat guldastlari orqali salom yo'llayman. Jahon bo'lib almisoqdan to hozirgacha marhum kuyasidan qolgan taxt saltanatni mustahkamlash, ro'naq topqizish uchun yosh umrini saltanat ishlariga beg'ishlagan, shundaqla yosh o'g'lini parvish qilishga qaratgan jasoratlik
himmetlik onalar toluma az ko'rilgan. Sizlar dal ana ashundaq maqtashqa, qoyil bo'lishga sazovar bahodir onalarning biri. Mərhum kuyovlari Sultan Mahmud Mirza Aliləri taqdir qismatning buyrug'i bilan voqeaga ketgandan keyin texi to'liq aql kirmagan Xonzoda Sulton Ali Mirzaga ham ota, ham ona bo'lib, Mavara Nahir saltanatini mustahkamlab, ro'naq topqizish uchun yosh umrlarini sarf etdilar. Ko'rsatgan bu jasoratlari el yurtni qoyil qilib, tillarda doston bo'ldi. Hüsn jamoli go'zal kishining qilgan ishimi, xuy paylimi, maqsad muddasimi, axloq fazilatimi go'zal bo'ladi ekan. Jamina silining bu iqlimdagi har qanday xotin zotiga selishtirib bo'lmas, o'sha go'zal xuluqlarining ta'rifini ko'p eshitib, to'lima qoyil bo'ldim. Bu qoyillik bara-bara yuragimda g'oyiviy bir moyillikni operida qildi. Ushbu moyillik ko'ngil aromimni buzib, g'izo va uyqudan bidor ayladi. Vujudimga chaplashgan bu ishq balosidan qutulish uchun Janob Allohga ko'p iltijo qildim. Lekin bir kechasi tushimda nazokatlik bo'yturuqlari, latofatlik fazilat xuluqlari zohir bo'lishi bilan tangdoshsiz husn jamollarini ko'rish sharpiga muyassar bo'lib, yuragimdagi bu oshiqlik o'tlari gulxonga aylandi. Kuyib kul bo'lmadim. Odam degan o'l narsa, o'lmaydigan kuyikka degan rost ekan. Lekin shuningdan beri asyodim Samarqandga, sili mahbubamga bog'landi. Yaqindan beri Samarqand ordusidagi huquqni o'nchi changalig elib olish muddasiga yetolmay, Sulton Ali Mirzadan burniga gap qechib yurgan munofiq Amir Muhammad Mazid Tarxonning Bobur Mirza bilan ittifoq tuzib, Samarqandga lashkar tortmoqchi bo'lganligidan xabar tepib, to'lima g'azablandim. To'xta. Ularning razil niyatlarini amalga oshirmasligim kerak. Samarqandda chin yuragimdan so'ygan mahbubam bor. Ol mahbubamning yurak parisi bo'lmish farzandi Samarqand saltanatining taxt egasidir. Gulni so'ygan odam tikinini so'yishi kerak. Shundoq ekan, Sulton Ali Mirza menga farzand. Ol ona bolani yog'idan qo'g'dash, taxti baxtini saqlab qolish majburiyatim bordir deganlarni xiyolimdan o'tkazib, ol yovning muqobilasiga chiqish uchun sarkard lashkarlarimni elib Buxorodan yo'lga chiqishga niyat qildim va muddaimni silgul yuzlik yorimga bildirish uchun ushbu maktubni yozishga tutindim. So'ygan go'zalim, jinimning jononisi. Sizlar ushbu ko'ngil sirlarimdan xabardor bo'lgan damlarda men allaqachon Samarqand bo'sog'isiga yetib kelib bo'lgan bo'laman. Mayli sizlar men bechora oshiqlarning sevgi talabini qabul qilsizlar yoki qilmasizlar, ishq tashdida chanqagan yuragimni visol sharbatlaridan sunib sayg'itishni xohlasizlar yoki xohlamasizlar, bo'sog'lari tövida qo'riqchilar bo'lib ol yog'ini shaharlarga oyoq bosqizmayman. Güzel husn jamollarini bir ko'rishga tashna bo'lib, bal temib turgan lavlarni g'oyivani o'pib, nomi yozuvchi bechora oshiqlari Muhammad Shaybonxondan deb bilirlar. Xatni o'qib tugatgan Zuhra begimning vujudi o't bo'lib yondi. Yuragi shamdek eridi. Necha yildan beri tulluq azobida qiynalgan bu juvon shu topda yuziga Muhammad Shaybonxonning o'tliq tiniqi urilayotgandek to'yg'iga kelib, qattiq hayajonlanmoqda edi. Muhammad Shaybonxon rost deydi. Samarqandning ahvoli hozir xatarlik. Muhammad Mazid Tarxon bilan Xo'ja Yahyo hazratlari Bobur Mirzaga elchi etib til biriktirib bo'ldi. Ular shaharni jangsiz olmoqchi. Elim yaxshi Abu Yusuf Arg'un bu suiqasddan vaqtida xabar tepib, bizni ogohlantirmagan bo'lsa, bu chaqqa ahvolimiz nima bo'lib ketadi ekan? Bandasini ko'zdan ayirgan Xudoyim g'ossidan ayirmabdi deb Muhammad Shaybonxonni bizga yetkazdi mana.
Yenimizde ol Muhammed Seyban Xanlı boladı eken. Ularning Samarqand taxtiga ko'z tikishi hargiz mumkin emas. Gulday chiroyim to'lliqda mushundaq so'lib ketarmi deb o'ylagan ekanman. Tangri peshonamga bir umr xonishlik martabasini tutgan ekan. Sulton Mahmud Mirzdan ayrilgan bo'lsam-mu, Muhammed Seyban Xandek katta sarkarda bu so'g'am to'yda visolimga telmirib turibdi. Gerçi o hazır Sultan Mahmud Xanning sarkardasi bo'lsin. O'z vaqtidagi dast qipchoq hukmdori Sulton Ubulxayr Xanning nevarasidir. Demak, nasabi xon sultonlarga tutishidi. Kim biladi? U atugin biror katta elning hukmdori bo'lib qolamdi deydi. Nimaga ikkilenaman? Avval Muhammed Seyban Xonga tegishli javobini berib o'tay. Oğlum Sultan Ali Mirzani qoyil qilmoq oson. Uningda Bobur Mirzaning muqobilasiga chiqarliqdek jur'at yo'q. Saltanatni saqlab qolish uchun Muhammed Seyban Xonni ota o'rnida ko'may amali yo'q. Qudratli Tangrim. To'liq azobimni oxirlashtirganiga 100 ming qatla shukr. Zuhra begim xiyolini yig'ishtirib Seyban Xonga javob xat yozishga tutindi. Samarqand shahrining sirtidagi Ko'hak edarining etikiga joylashgan Chehil Sulton saroyining asamati Samarqand ordusidagi Ko'k saroydan qilishmaydi. Chehil Sutun degani 40 to'ruk degan bo'ladi debdi izohatda. Ayni vaqtda Mirza Ulug'bek soldirgan 2 qavatlik bu imoratning o'yma va qopartni naqshlar tushirilgan 40 tal to'rikining hammasi toshdan qo'pirilgan bo'lib, 4 burjikiga 4 munar joylashtirilgan edi. Bu munarlarning ustida turib, bog'ning manzarasini emas, butkul Ko'hak edirligini tomosha qilib bo'ladi. Saroyning kungay tarafidagi munardan Samarqand shahriga nazar tashlab turgan Seyban Xonning ko'zlaridan qandoq bir taqazzoliq chiqib turadi. Nemishqa hozirgacha javob yo'q. Yozgan xatim ul xotinga ta'sir qilmadimi ya? Abu Yusuf Arg'unning yetkazgan ma'lumotidan qaraganda, Xo'ja Yahyo Eshon Bobur tarafga butunlay erib ketibdi-dak. Ayg'oqchilarning ma'lumotidan qaraganda, Bobur yana 2 kunga qolmay yetib keladi. Tezroq bo'lmasam, yana o'tgan qatimga o'xshash Samarqandning bu so'g'isdan qaytishga majbur bo'lib qolmay yana. Ol xotinning aşı toshni eritgidek so'zlarimga parvo qilmasligiga ishonmayman. U ya o'g'li Sulton Ali Mirzani qoyil qilolmay qolganmidi? Boburga tankilanmaydiganligi uningga ayon. Balkim foyda ziyonni dangsab ko'rsa, onasining nikohiga o'tishiga ma'qul bo'lib qolar. Muxoliflarim bu ishimni o'qsa, shaharni elish maqsadida bir qiyri xotinga muhabbat izhor qilibdi deb orqamdan mazoq qilisham. Ular nima deyishmamdi. Samarqand taxtida o'ltirib hukmron bo'lishning oldida bunchalik mazoqlar nima deydi? Nayda bo'lmasa, bu tarixni salnomchilar boshqacharoq yozdirarman. Ishqilib avval Samarqandni qo'limga olay. Pasibonimga ma'lum bo'lg'ay, Samarqanddan choparman keldi. Seyban Xon xiyollarini yig'ishtirib, o'daychiga mamnunlik bilan qaradi. U Buxoroni olgandan keyin qo'l ostidagilarga o'zini qiblagohim, oliylari, posibonim, on hazratim deb atashni buyurgan edi. O'daychi qo'lidagi zarchuvchilik ipak yog'liqqa o'ralgan xatni Seyban Xonga qo'sh qo'llab uzatdi. Seyban Xon yog'liqni oldirib ochdi. Xat gupildab ambar purab turibdi. Sig'inib oran turgan ekan bu xotin. Deb o'yladi xatni o'qib tugatgan Seyban Xon mamnunlik bilan kulib. Uning yaxtimaydiganligini bo'rillab hamlagan edim. O'g'li Sulton Ali Mirzaning ma'qul kelgan kamigaligini ajab yozmabdi. Chaparman boshqa gap qilmadimi? So'rmabdiman oliylari. Seyban Xon ko'zining paxtasini chiqarib olaydi.
Qeşimga başlap çık. Ebu Yusuf Arğun'un işençilik mülazımlarından hesaplandıgan Çaparmen Şeybanxanğa xeylidin beri tonuş idi. Xoş, dedi Şeybanxan Çaparmen'nin salamını ilik ağandan keyin. Sultan Ali Mirza xabar tapqandı. Әттеген Зөһрә бегем оны хәрмиге чакыртып bir аш пишим сөзләшти. Qayıl bolgan чыгы, елгыч Әбу Юсуп Аргын жанаплары белән дәргахларга келмәкчи. Şeybanxan Çaparmanni chiqib ketsang bo'ladi deganni qilib qo'li bilan sharatladi. Boshqalar tumanlab lashkar bilan olinmagan Samarqandni mana men bir poch xat bilan oladigan bo'ldim. Bu xeyli sarkarlarning qo'ldan kelmaydigan katta bahodirlik. U Samarqand tarafga qarab qo'yib, mamnunlik bilan kerildi. Samarqanddan ko'ngli g'ash holda chiqqan Sultan Ali Mirzaning vujudini qodirmas tuyg'ular chirmab olgan edi. Bobur bilan Muhammad Mazid Tarxon hadab tahlik silib turgan mushundaq paytda yordam qo'lini sunmoqchi bo'lgan Muhammad Şeybanxon bilan suhbatlashishni albatta xohlaydi. Şeybanxonning har qanday shartlarga qo'shilg'isi bo'lsin, ammo onasi bilan nikohlanmoqchi bo'lganligi g'ururiga tekkandek bo'lib, kollasidan o'tkazolmayotdi. Әтеген bu gapni onasining og'zidan anglaganida nima deyishni bilolmay bir hazat turib qoldi. O'g'lining yo'q deb gapni cho'rtli kesib etishdan ansirgan Zuhra begim Bobur bilan Muhammad Mazid Tarxondan keladigan xavfni ko'p turib, Şeybanxonni hadab ko'kka ko'tarib bir hazat so'zladi. Mərhum Sultan Mahmud Mirzaning qarasini tutib, bir umr tul yashashga niyat qilgan bo'lsa-mu, o'g'lini Samarqandni taxt saltanatni deb bu nikohga rozilik berganligini alohida askatdi. Abu Yusuf Arg'unmo Zuhra begimga bo'lishib so'zlab, kollasini qo'chivatdi. Tezroq bir qarorga kelib Şeybanxonning yordamiga erishib olmasa, Xo'ja Yahyo Ishon shaharni hozirlab Boburga topshirib berdigandek vahima soldi. Bir yovg'i taqobil turishga besh qaytib turganda, yana bir dushmanni ko'paytib olishni xohlamagan Sultan Ali Mirza oxir onasining talbiga ma'qul bo'lishga majbur bo'ldi. Taxt saltanatni saqlab qolganning ishi bo'lsa, ma'qul desamday. Uni demasam, validam texi yosh. Ilmi meni deb 5-6 yildan beri yotliq bo'lishni tilga olmadi. Aslida bu tulqagan onasini ergi berish savob ishqu. Hadisda shundaqroq bir gap bor. Mush bahonada raqiblarimning tahlikasidan qutulib, saltanat asosini puxtlab olgandekman. Ot ustida dilg'ul xiyollarga asir bo'lib ketib qolgan Sultan Ali Mirza o'ziga tasalli berishga tirishadi. O bağı meydanının oldiga yetib kelib, xuddi yerdan unib chiqqandek paydo bo'lib qolgan Şeybanxonning 1000 nafar nökrini ko'rib turibli qoldi. Ergashtirib kelgan 100 nafar nökirga tezli nazar tashlab oldi. Shu topda u o'sha 1000 nafar nökirning o'zini qarshi olg'ili chiqqanligini yoki qasdan surko'stayotganligini bilmay o'diqib qolgan edi. Şeybanxonning qipchoq sarkardasi Köpek beyining oldiga yugurib kelib, qizg'in ahvol so'rashi bilan vujudidagi vahima biroz tarqadi. Ammo uning o'rniga xijolat, nomus tuyg'ulari almashdi. Go'yo hamma odam uni qaranglar, Sultan Ali Mirza onasi uchun elchi bo'lib chiqibdi deb mazoq qilayotgandek. Köpek bey Abu Yusuf Arg'un bilan Sultan Ali Mirzani nökarlardan ayirib saroy tarafga boshladi. Albatta nökarlar bilan birga saroyga kirgili bo'lmaydi. Hozirda tarqab ketgan vahima vujudiga qaytadan changal soldi. Puti ig'irlashdi. Har qancha tirishibmi qaddini ruslayolmadi. Saroyda uni Şeybanxonning inisi Mahmud Sultan, o'g'li Temir Sultan, kuyovli Jonbek Sultan qatorliq 20-30 amir sarkarlar kutib oldi. Nima shunda Şeybanxon yo'q edi. Otamga xabar beringlar, dedi Temir Sultan saroy mahramlariga qarab. O'ltirishga taklif qilmaganlik uchun Sultan Ali Mirza o'rtirishga majbur bo'ldi. Pat-pat chiqib bezmi qurib, ko'ngli ochadigan
Çihil Sutun Sarayı şu dakikada onun şunçilik mudhiş, şunçilik yat duyuldu ki bütkül azayı soğuk terledi. Mono terbiye kömgen sehralıqlarının edepsizlikini köymemdiğen. Aldığı Semerkand'daki gahinin şevketlik hükümranı kelse, hürmet, ihtiram bildirip, olduruşqı cayı körsetmeyi paqırıp turuşu diye. Nasıl adımgerçilik kaydı usunlarını bilişmemdigine. Poptu, hororumunu saxlap ulanı nəzirimge ilmay. Eli Muhammed Seyban Xan aliler kirgende, xuşamet qılıp, ayığımga yıkılmağını görey bu yavaylanı. Öğrü turiyi verip putu telip ketken Sultan Ali Mirza, açıqını içigi yutup, yenirki Ebu Yusuf Arğon'a qarab gelini qırdı. Ebu Yusuf Arğon onunğa qarab hiç iş bulmağandek levlerini kalçaytıp yiyecaydı. Şeyban Xan nemişki kirmeydi. Bu dest qıpçıq yavaylarının mehmanını muşundaq öğrü turğusup koyduğun qaydası var mıydı ya? Yok. Bu degen hakaret, hürmetsizlik. Şeyban Xan bilen körüşünü talep qığınım yok. Öz talep qığalık üçün anamның zoru bilen kelgenmen. Onun dergahida etibarsızlık bilen örtürüş men üçün numus boldular. Onun bilen itibak tüzmesem tüzmepti men. Qaytıp gidey. Gepi boş öz aldımı kesin. Arkasıga örülgen Sultan Ali Mirza sarayının naqishlik ishkitibide qilish yalang'achlab turgan talat tolimi so'rin 10 necha yasovulni ko'rib sur basqandek bo'ldi-da, niyatidan darhol yaltaydi. Bu nemish? Oldandimmi qandaq? Sultan Ali Mirzaning burnining uchi purrida terladi. Bir oz pishim vaqt ana shundoq vahima, tashvish, ilg'ulliq ilkida tolimi osti o'tdi. Alileri geldi. Saray mehrimining çiqiraq ovoz bilan tang Bahraman o'ldirishgan Amir Sarkatla das o'rnidan turib qo'l bog'lashdi. Ayol o'tmay sarayning g'arb tarafidagi ustiga chiqadigan palanpaydan Şeyban Xonning basti ko'rindi. Qori mahmal bo'k ustidan oppoq salla o'rvagan oltin tugmalik kamzulining belini dur go'harlardan ko'z qo'yilgan altın kemer bilen bağlavagan Şeyban Xonning qo'nchig'i xanjar qistirılgan o'tiki paqirab turadi. Qo'liga bir tiziq tasvi elvog'iniga qarmay, to'limi surlik ko'rinadi. O qator tizilib turgan Amir sarkarlarining solimini elib kelib, o'ltirishga ijozat berdi. Ular qaytadan o'z joylariga berib o'ltirishgandan keyin tekchi o'rib turgan Sultan Ali Mirza bilan Abu Yusuf Arğon so'rining o'ttirisida yolg'iz qoldi. Xan alilerine ihtiram boğay. Ebu Yusuf Arğon beşi yerge tekkidek egilip salam berdi. Şeyban Xan onun salamıga etibarsız qarab, Sultan Ali Mirza'ga mağrur bir nazar tikildi. Bayatın beri örtürüp qalğыныga ranjib qapqı sangılap ketken Sultan Ali Mirza bu tikilishga bardoshlik beremey, beshini egishga majbur bo'ldi. Assalomu alaykum. Kamini Sultan Ali Mirza'nın Xan alilerine ihtiram boğay. Şeyban Xan razımanlik bilen çırayğı sus külkü yugurtdi. Aleykum assalam. Dedi o özünü ulug'var qiyafətdə tutup. Peşinin vaqti qıstab qağaşqa Xanzadını saqlatıp qoydum. Bendinin iqtidasını qubul qilishdan Allah'a iqtido qilish afzal deysizlar. Şeyban Xonning özünü alileri deb atmay, Xonzoda deb atışıdan, yani tehi bendining iqtidosini qubul qilishdan Alloh iqtido qilish afzal degan so'zlardan Sultan Ali Mirzaning qattiq ochiq kelgan bo'lsa-mu, dardini ichiga yutib, shundoq alileri deyishga majbur bo'ldi. Xonzodani o'g'lim Temur Sultonning soyasiga boshlanglar, dedi Şeyban Xon. Fermanını tapşırıp ağan Şıgavul Bey'i paypaslap gelip Sultan Ali Mirza'ni Temur Sultan'ның töven tarafidagi boş o'ringa başladı. Şıgavul Bey'i degan mehmon küçük mas'ul bey deb izahatdi.
Şeybanxonning o'ziga odatdagi bir amr tariqasida muomala qilayotganligini tushungan Sulton Ali Mirzo qattiq xo'rlik his qilgan bo'lsa-mu, ilojisiz ko'rsatgan joyiga berib o'tirishga majbur bo'ldi. Abu Yusuf Arg'onga bo'lsa paygohdan o'rin tegdi. Validalar billikanmidi Xonzoda? Sulton Ali Mirzo yuragiga xanjar sanjilgandek to'lgandi. Nima deb jo'ylayotdi buni yavoyi? Tex onun oldiga onam chiqishi kerakmidi? Onam uni nikohga olmoqchimi yoki u onamni nikohga olmoqchimi? Nimanda qamlashmagan savol bu. Validam oliylar bilan ko'rishga meni avatdi. Dedi Sulton Ali Mirzo silqiroq qilib. Şeybanxon bu javobga ancha e'tibor qilib ketmay yana so'radi. İşan parları Xo'ja Yahyoning Samarqandni Boburga topshirishga hozirlik ko'rayotganligidan xabarlari bordi. Xabarimiz bor. Ammo İşan pirimizning bundaq niyatga kelishga muddasini so'rashdan aymandik. Sulton Ali Mirzo bir necha daqiqa turib olib qo'shib qo'ydi. Biroq pirimizga ko'maklashgan osiylarni tutib qamatdim. Obdan qilibdilar. Dedi Şeybanxon va chiroyini purishtirib davom qildi. O'zini tariqat peshvosi deb yurgan pir buzrukmi shunday qilamdi? O'ziga chin ixlos aqidasi bilan qo'l bergan muridlarning mol-mulkiga ta'ruz qilishni, taxt saltanatiga sotqinlik qilishni vojib deb bilsa, Sulton Ali Mirzo xijillik bilan beshini tuvan soldi. Barhaq İmam Zaman Xalifa-i Rahman xonimiz muqaddas dinimiz islomning haqiqiy qo'g'dug'uchisi. U zot muborakning har bir ish harakatlari shariat ahkomlarining qilchilik sirtida emasdir. Dedi Şeybanxonning sol tarafida o'tirgan Shayxul Islom Mavlana Abdurahim ovoziga vazmin tushib berib. Xonimizning bu navbat Samarqandga qadam olmoqni niyat qilishimi, o'zini din peshvosi deb bilib, shariatni poyxon qilgan buzuqlarni jazolash, aldangan, qoymoqqan ra'yatni iymon insofga da'vat qilish. Samarqandliklarning xeylidan beri diniy e'tiqodi suslab, buzuqchiliklarning avjiga chiqqanligidan xabarimiz bor. Bu shaharda pok, sharaflik dinimiz gunohi kabir hisoblagan badchivozlik shunchalik yomg'irganki, yuqoridan tuvangacha barliq bag sipohlar cho'hri saqlashni o'nar, cho'hri ishlatmaslikni ayib nuqson hisoblashgan. Anglashimizcha, bu posiqlik hozirgacha davomlashib ketdidak. Martabasi eng tuvan baglarning birdan 2gacha cho'hrisi bor emish. Eliqi tariqat peshvosi bo'lmish Xo'ja Yahyo bo'lsa, bu gunohni ko'rib turib, zinhor to'sish, cheklash taraddudini qilmagan. Samarqand e'tiqodliq pok shahar edi. Ist oxir bulg'unib mushalga tushib qoldi. Dedi Şeybanxon echingan holda. Ha, u İşan Xo'ja Yahyoning Bobur bilan birlashib olganligidan g'azablanib, qasdan o't quyruqlik qilib atdi. Şeybanxonning bu so'zi bilan uning amir sarkarlari gurildab ketdi. O'ldirish kerak undaq İşanni. Dorg'ish kerak. Yo'q, oqiga no'g'ish tiqish kerak. Qoyniga yog'ni quyib qiynab o'ldirish kerak. Sulton Ali Mirzoning qaytadan qora ter bosdi. Shu topda tushma-tushdan ko'tarilgan bu sadolar bir ustozi Xo'ja Yahyo İşanga emas, o'ziga qorqilayotgandek tuyg'uga kelib, o'ltira olmayli qolgan edi. Demisimi marhum dadasi Sulton Mahmud Mirzoning bachchivozlikqa erishmanligi sababidan aytavur, u cho'hri saqlab, ko'ngil xush qilib yurgan edi. Samarqandga kirgandan keyin mush ishni ko'tarib chiqib, xalqni o'ziga moyil qilishni alla burun ko'ngliga bukib qo'ygan Şeybanxon tunji peshvoni chandurmay Sulton Ali Mirzoga otgan edi. Hamma gunoh Xo'ja Yahyo İşan degan imonsizda.
Deydi u vahimege tushgan Sultan Ali Mirzaning ko'nglini tindirmoqchi bo'lgandek keng qo'saqlik bilan so'zlab. Navoda ul ishon shariat ahkomlarini to'g'ri tabliq qilib, to'g'ri yo'lni ko'rsatgan bo'lsa-di, marhum Sultan Mahmud Mirza oliylarmi bu og'ir gunohdan qo'l uzgan, amir sipohlarini to'sqan bo'ladi. Sultan Ali Mirza bir qitim uxtatib oldi. Shaybonixon uningga qarab qo'yib gapini davom qildi. Shul tapda ul ishon xonzodadan yuz o'rib, Boburga xo'ja vasiylik qilib yashash orzusida bizning emas, Boburning yo'liga talmirmoqda. Ammo qudratli Allohning inoyati bilan biz Samarqand po'sug'isiga uningdan avval yetib keldik. Sultan Ali Mirza Shaybonixonning amdi gap sandi qoldi deganni qilib tikilishiga bardoshlik berolmay, yig'zishga majbur bo'ldi. Xon oliylarining Samarqand taxtini balo qazodan saqlab qolish uchun qadam buyrug'iga ming marotaba ashqalla. Shu tapda Samarqand yo'llariga intizor tur. O mush gapni qilib etib, bo'yinlariga qizirib ketdi. Chunki shu tapda Shaybonixonning yo'liga talmirib o'ltirgani faqat onasi Zuhra begim ekanligi esiga kelgan edi. Sultan Ali Mirza dardini ichiga sig'dirolmay unsiz nido qildi. Xudo, bu nima degan ig'ir xo'rliq? Buningdan qutulish amal bormidi? To'liq obdan, dedi Shaybonixon rozimanlik bilan. Ondaqda biz Samarqandni ko'p intizor qilmayli. Janob sarkarlar o'z qarorgohlaringlarga berib tayyorlik ko'ringlar. Hozirli shaharga kiramiz. Men berib validamni xabarlantiray. Dedi qichqi bahoni izlayotgan Sultan Ali Mirza barliq g'ururini bir chetga qayirib qo'yib. Bu ishqa silijovimizlar xonzoda. Dedi Sultan Ali Mirzaning g'arizini bilib qolgan yeligar Shaybonixon chiroyiga masxirlik kulki yugurtib. O'rinlarda Abu Yusuf Arg'un berib xabar yetkazsin. Biz shaharga birga kiraylik. Sultan Ali Mirza amalsiz beshini tuvan soldi. Undaq bo'lsa kaminlar mang'ashtiray, dedi Abu Yusuf Arg'un das o'rnidan turib. Sizlarni to'g'ri yo'l mang'dirib jafoda qo'ydik, dedi Shaybonixon. Yo'qsa, olilar uchun tatgan jafoni rohat deb bilamiz. Shaybonixon bilan maxfiy ko'rishib yurib planlagan suiqasdda amalga oshgan Abu Yusuf Arg'un ko'rsatgan xizmatlari uchun Shaybonixondan oladigan in'omlarni ko'z oldiga keltirib, xushalliqdan o'zini qo'ydigan yer topolmay qolgan edi. Shaybonixon Sultan Ali Mirzani yo'l boshlatib, Samarqand shahriga qarshiliqsizlar dabdaba bilan kirib keldi. Sultan Ali Mirzaning Shaybonixonning qishiga ketganligidan kechkib xabar topgan Xo'ja Yahyo ishon bo'lsa, beshiga keladigan xavfni oldin mo'ljarlab, kechish uchun yuk taqlarini tengvatdi. U Shaybonixon lashkarlarining Chorraq darvozasi orqali shaharga paraz qilg'indanmi tez kirib kelganini ko'rib, xotin bola mol dunyolarini tashlab, jinini qutqizish ko'yga tushdi-da. Soqolini qirib tashlab, ayolchi kiyinib, yuziga chumbal topganicha Shayxzoda darvozasi tarafga yugurdi. Shaybonixon allaqachon shaharning hamma darvozasiga lashkar mangdirib bo'lgan edi. Ishon Xo'ja Yahyo darvozadan chiqmayla tutilib qoldi va ayol o'tmayla Shaybonixonning oldiga keltirildi. Bu nima qiliq Ishon hazratlari? Bir musulmon erkak uchun soqol burutlarini tamoman qirib tashlab, xotin kishining siyoqida yosinish shariatda ravomi? So'radi Shaybonixon unga masxirlik qarab. O'lim vahimasida log'ildab titrab turgan Xo'ja Yahyo gadiniga qizirib javob berdi. Ravo yoki ravo emasligi o'zlariga ma'lum oliylari. Ammo shuni bildimki, Xudo yondirgan shomni o'chirish uchun to'ylagan odam o'zining soqolini ko'ydirib oladi ekan. Gerçi Xo'ja Yahyo ishon o'limdan qutulish tamasida Shaybonixonni Xudo yondirgan shomga o'xshatgan bo'lsa-mu, lekin uning bu samimiy javobi Shaybonixonga qanchalik ta'sir qilmadi.
Ama onu Samarqand xalqi oldida o'ldirishga petin olmay, Xo'ja Muhammad Zikriya, Xo'ja Baqi otliq ikki o'g'li bilan polg'on hisobda Xuroson tarafga yo'lga solgan bo'lib, orqasidan ishonchlik qoldi kasarlarni avatib, o'g'illari bilan qo'shib yoshirincha o'ltirgizibdi. Bir parça muhabbet mektubiga aldangan Xoni Zühre begim bolsa, Şeyban xonning nikohiga o'tish tugul, uning soyisini ko'rishga muyassar bo'lolmay, pushaymon ilkida hasrat bilan barmoq tishladi. O'g'li Sultan Ali Mirzani bolsa, Şeyban xonning o'g'li Temir Sultan qechishga urindi degan bahona bilan qo'lba o'tliqida kallasini oldi. Hörmətli anlıqçılar, bugün kitabni muşyagacha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anlıqınızlarga rahmat. Xeyr, xush, aman bo'lgaysizlar.